Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Megas o'z kanaliga xush kelibsizlar. Bugungi videoda sizlar bilan birgalikda Karnay boshni davomini o'ynaymiz va albatta hammangizga hayit ayyom muborak bo'lsin do'stlar. Bugun Qurbon hayiti bizning muqaddas bayramimiz. Shuning uchun sizlardan menga hayitlik. Videoga like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Unda biz videoni boshladik. Aniqrog'i men boshladim. Let's go. Xo'p, xullas bugungi videoda o'tgan safar videoda men prosta Karnay boshini ko'rsatgandim xolos, to'g'rimi? Endi bu safar Karnay boshini umuman yo'q qilaman. Ya'ni uni yuragini topib uni yo'q qilaman. Xullas gapni qisqasi sizlarga qanday tushuntirsam ekan? Karnay boshini yuragi bitta ustun bor. O'sha ustuni tepasida bitta komanda blok bor. Ana shu komanda blokni sindirishimiz kerak. Lekin menda qiziq savol bor. Biz aniqrog'i men u komanda blokni qanday sindiraman? U komanda blokni topaman mayli Karnay boshning yuragini o'sha ustunni, lekin uni sindirish problemada daraxtga qo'yaylik. Daraxt nimaga kerak? Pastga tushib. Xullas hozir qishloq topish kerak. Qishloqlarda bo'ladi deb eshitgandim. Ana qishloq ham topdi. Yes. Xudoga shukr, chota bugun hayitligi uchun omadim kelyapti. Endi pastga qanday tushaman? Sakrab tushsam bo'larmikin? Hozir buni tavakkal qilib sinab ko'ramiz. Yaxshi, zo'r. Zo'r, chotki. Ana endi qishloqqa let's go. JT'larda golemini olib turamiz endi. Aniqrog'i temirini. Bu JT'lar boy hammasi boyvachcha. Prosta bular shunaqa bunini katta qilib o'zini kambag'al ko'rsatadi xolos. Bular haligi boyvachcha deyishadi kamdan deydi-yu. Ash qo'shida shu JT'lar aytgan. Bular boyvachcha hammasi bularga anaqa qilmanglar, rahm qilmanglar. Agar Minecraft o'ynasanglar, bemalol bular tunab ketaveradilar. Bular hammasi o'ziga to'qoylar. Obunachilar ana qorni ichida. Buni hozir qo'stimiz, buni hali kechqurun qo'stamiz. Zombilar ham nimaga chiqyapti-ki? Nimadandir quruq qolganda. Davay tezroq tepaga chiq. Kelib qolmasdan. Buni hozir yuragini topishimiz kerak. Nozik nuqtasini topishimiz kerak hozir. Hozir buni qo'stimiz. Yoki qo'stamizmi? Davay obunachilar, men ko'rmas damlamas deb qoldim. Bu meni ko'rmaydim desam ko'rarkan. Ko'rarkan ko'rmaydimi desam. Endi tepaga qanday chiqaman? Ana chat topdik mana nihoyat. Yes, Karnay boshini yuragini topdik. Ana aytdim qishloqda bo'ladi deb. Ana qishloqda ekan. Endi ana u uchidagi temir komanda blokni sindirsak, Karnay bosh mag'lub bo'ladi, lekin qanday sindiraman u blokni hayronman. Ish qilib sindirayotganimda kelib qolmasin-da, bo'lmasa ishni beliga tepadi. Bu yerda sandiq bor ekan. Aylanib o'taychi. Qani? Nima bor sandiqda? Olma bor ekan. Belkurak bor ekan, belkurak kerak emas hozir.
Ikkinchisi qayerda? Narigi tomonda ekan. Umid qilamanki, ikkinchisida menga kerakli narsa bor, komanda blokni sindirishga. Xo'p, qani? Tushunmadim, sandiq qayerda? Uni uyda ichida o'tar ekan. Buni och. Voy, bu yerda shu narsami? Mayli, bir amallab sindiramiz unda. Ana u kelib qolmasa bo'ldi. Lekin endi monstrlar xalaqit beradi. Xo'p. Yo'q, endi iblis kanday bosh. Internet monstri mahv etildi. Zo'r. Biz uddaladik chat. Ha! Internet monstri kanday boshni mag'lub etdik. Zo'r natija. Xullas, bugungi video mana shulardan iborat edi. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling. Hali bundan da qiziqarli kontent oldinda va albatta sizlar bilan Megasource kanalidan Ziyodulloh bo'ldi. Ko'rishguncha xayr.